Mana bu ishimizni ko'ringlar. Juda ham chiroyli, ajoyib chiqdi deb o'ylayman. Buni ishlashini qaranglar. Pampeyskiy pech. Bizga endi kirib kelayotgan narsa 5-6 ta xonadonlarga ko'proq rosa bo'lsa. Lekin buni ishlashi juda ham zo'r, ajoyib ishlayapti. Bu ishimiz Toshkent shahri Ipekchilik mahallasiga qilindi. Buni ishlashini qaranglar, qanday ajoyib. Buni tomosha qilib o'tirganga ham yetmaydi. Buni juda ham ko'p narsa pishirsa bo'ladi. Powerlar bilan gaplashganida bir 70-80 xil narsa bemalol pishirsa bo'ladi dedi. Men ochig'i bilmadim. Ko'proq endi go'sht, non, somsa, pizza shunaqa narsalar pishirsa bo'ladi. Stek pishirsa bo'ladi dedi keyin. Bu o'zimizda oddiy mana qozonimiz, 20-30 litrli qozon. Men ko'rishinglar mumkin, yonishi juda ajoyib, zo'r yonyapti. Yerga gaz plita va moyka. Kichkina joyga mana shunaqa chiroyli narsani tayyorlab berdik. Olmaymiz? Oling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ruhullohga. Mana Sanjar akam bugun bizani ishlarni bitirib berib, mana bizani xursand qildilar. Chiroyli chiqdi. O'zlari brigadada chiroyli akkuratni ishlashar ekan, biz xursand bo'ldik, rozi bo'ldik. Mana Rahmat, xursandmiz. Xudo xohlasa Tekshiryapmiz. hozir. Bemalol, hamma narsa pishirsanglar bo'ladi. Kerak bo'lsa murojaat qilaveringlar. Rahmat. Ko'rib ketishinglar mumkin. Rahmat. Ruhullohga sizdan ham xursandmiz. Chiroyli kutib oldinglar. Rizqinglarga baraka bersin. Aytganingiz kelsin. Kimga shunaqa ishlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Nomerlarimizni shu ekranlarga yozib qoldiramiz. Sifatli hamda juda ham qisqa muddatda chiroyli qilib qurib beramiz. Marhamat, sizlar bilan ko'rishguncha deb qolamiz. Salomat bo'lasizlar.